To'lanchi bo'lib skladda video olmaganimga va juda ham ko'pchiliginglar yozasizlar. Bir hafta 10 kun, даже bir oydan keyin kelib, "Mana shu narsalar bormi?" deysizlar o'rtoqlar. Bir oyda qattan sizlarga olib qolamiz. Skidkadagi narsani 3 kunda tugab ketadi-yu, даже 1 kunda tugab ketgan skidkalarimiz ham bo'lgan. Mana skladimizni ko'rsanglar bo'ladi, juda ham katta. Voy, hozir yana bitta skidkani chiqarib berishim kerak. Xitoydan kelibdi-da bitta narsa. O'ylayapman, nima ekan bu deb o'zim ham qiziqib ketyapman. O'zi buni skidkaga qo'yganmanmi, yo'qmi? Qaysi tovar ekan? Nima urganim esimda qolmaydi, ishoninglar. Shunchalik bor-ku, ana men ham yosh bo'lishimga qaramasdan xotiram yo'qolib ketyaptimi? Dori bo'lsa tavsiya qilib yuboringlar bitta. Qanaqadir dori-pori bo'lsa. Vau, cho'ti men tutayotgan narsami deyman. Voy, o'rtoqlar, xuddi shu narsa bor-ku. Bilasizlarmi? Bu bir kunda tugab ketgan skidkami? Mana buni qaranglar. Toshli model. Mana qaranglar. Va bu safar vashshi do'dalari kelibdi. Ichi ham mex bor-ku. Buni ichini hech pul chiqarganim esinglardan 88 mingga qo'ydim. 3 kunda bang'illatib olib ketgandinglar. Bu safar vashshi boshqacha modellardan urganman. Mana bu qop, tegidagi qop, bu qop, xullas hammasi bor mana. Mana bu yerda ham nima bor ekan? Qani buni ham ko'raylikchi qop. Bu ham boshqa model bo'lishi kerak. Qani voy, temniy siniy rangiga o'xshayapti. Sizlar ko'ryaptimi yo'qmi bilmayman, olalayman. Mana temniy siniy rangi o'rtoqlar. Voy, vashshi bor, 88 mingga bang'illatib skidka qo'yganimizni rosa olib ketgandinglar. Voy, mana toshlarni qaranglar, voy, ichlari mehriligini qaranglar. Voy, buni sevaman-ku, ha. Turishini qaranglar, mana brendini qaranglar. 88 ming so'mga sizlarga berib yuboraman, olib ketinglar yana. Hozir ketdi ranglarni ko'rib olamiz. So'la bu safarchi qo'nji baland, qo'nji past modellar ham olib kirib qo'ydik. Toshlari ham to'kilib ketmaydi, hech narsa qilmaydi. Mazza qilib ko'rasizlar, ichlari ham o'tibli. Xullas, yubka bilan, kiyim bilan, shim bilan, oyoq kiyim bilan hamma narsa bilan tushib ketadigan krossovkalarimiz ichlari mexli, o'z oyoq kiyim ko'p. Xullas-da, mana bu balandini qaranglar endi. Voy, ya vashshi zo'r turadi. Razmerlari 36 da 40 tacha bor, mana qorasini ham qaranglar. Vau. Brendi вообще gapirmasam ham bo'ladi. Mana skromniy model deyman. Skromniy model, sportivniy. Xullas qishda qor, voy. Buni lekin sevdim. Buni rangini sevdim deya qizlar. 88 ming so'mga mashtiki krossovkalarimizni olib ketaverasizlar. Hozir vitrinaga shunday chiqartirib yuboraman. Bu skidkamiz yana bugundan amal qilishni boshladi. Tez zakaz qilinglar. O'tgan safar ulgurmaganlar, shoshilinglar.